O'zbekiston terma jamoasining 30 talik ro'yxati e'lon qilindi va unda ba'zi futbolchilar qolib ketgani ma'lum bo'ldi. Tabiiy, bunaqa ro'yxat chiqqandan keyin hamma joyda shov-shuv bo'ladi, gap-so'z bo'ladi va bu yaxshi deb o'ylayman. Chunki terma jamoangiz bo'lsa-da, biror bir futbolchi qolib ketmasa, ana shunisi yomon. Ana shunisi yomon. Demak, o'zi sanoqli terma jamoaga loyiq futbolchilar bo'ladi-da, o'shalarni bosh murabbiy joylagan bo'ladi va ortiqchasi bo'lmaydi. Lekin raqobat kuchli joyda, terma jamoaga ishtiyoq kuchaygan joyda tabiiyki ba'zi futbolchilar sig'may qolishlari normal holat. Hali bu holba Aziz Turg'unboyev, Hojimat Erkinov, shunga o'xshash futbolchilarning qolib ketgani, mavsumni yomon o'tkazmagan Anvar Hojimirzayev misol uchun ro'yxatda yo'q. Endi Amerika Qo'shma Shtatlariga borishadi xudo xolasa va u yerda 30 talik ro'yxatdan 4 tasi yana uyga ketishi kerak. Mana bunisi og'ir jarayon. Men buni o'z ko'zim bilan ko'rganman. Bu qanaqa qiyin bo'lishini. Amerika Qo'shma Shtatlariga boradi mana shu 30 ta futbolchi va qaytib keladigan 4 ta futbolchini qaytib kelishini tasavvur qilasizmi? Shuning uchun ham o'ylaymanki, Edmontondagi o'yin, Nyu-Yorkdagi 2 ta o'yinda yigitlar borilarni berib yuborishadi. Ya'ni tarkibdan joy olish uchun ishoning, borilarni berib yuborishadi.